Repetitorga qatnaganmiz-ku. O'sha repetitorga borganimizda masalan bir 20-30 ta bola o'qiganmiz bitta ustozdan. Hamma kiradimiz? Yo'q. 20 tadan 15 ta bola kirishi mumkin. 5 tasi kirmagan. 5 ta nima uchun kirmaydi? Ustoz yomon bo'lgani uchunmi? Ustoz yomon bo'lsa-li 15 ta nimaga kirdi? Tushunyapsizmi? Shu yerda Imom G'azali o'rtaga tashlagan masala. Olov yoqqani uchun qog'oz yonadimi? Qog'oz yonuvchan bo'lgani uchun qog'oz yonadimi? Olov yoqqani uchun qog'oz yonadi. Yo'q, unda nimaga olov toshni yondirmaydi? Demak, yonishim kerak ekan, hali odam o'zi ham bo'lish kerak. Ustoz bir xil o'zgarmagan. 20 ta odamning 15 tasi qanchalik hurmat qilsa, qanchalik fayzlansa, o'sha insonni oladi. 5 tasi juda ko'p hozirgi jamiyatimizdagi muammo odob o'rtasida aylanadi. Ustoziga haqiqiy nazarni qarashlik, odamlarga nisbatan haqiqiy nazarni qarashlik jamiyatdan biz oladigan manfaat va bizni jamiyatga beradigan manfaatimizni juda pastga tushirib oladi.